Registon xususiy maktabining Yunusobod filialidamiz. Hamma narsasi mana shu joyda muhayyo qilingan. Hozir biz zamonaviylashganmiz. Yuzdan tanish va yuzdan insonni kimligini aniqlash bir davriga yaqinlashyapmiz. Mana shu kameralar shu vazifani bajarishadi. Muhim nuqtasi hozirda 900 ta o'quvchiga mo'ljallangan 350-400 ta o'quvchi bir vaqtning o'zida ovqatlana oladi. Azizlar, biz bugun Registon xususiy maktabining Yunusobod filialidamiz. Yunusobod filialida allaqachon qabul boshlangan. Mana shu orqamizda turgan bino Yunusobod tumanining eng qaynoq joylaridan bir joyda joylashgan. Mana bu ko'chamiz, katta ko'cha. Bu yerda Bodomzor masjididan kelish yo'li va hayvonot bog'i tomonga qarab ketish yo'lidamiz. Shunaqa bir qaynoq nuqtada Registon xususiy maktabining Yunusobod filiali ochilmoqda azizlar. Mana shu filialimizni hozir ko'rib chiqamiz. Hozir mana shu ko'rib turgan joyimizda juda katta landshaft qilingan maktabning hovlisi joylashgan bo'ladi. Ya'ni mana shu joy va mana bu tomonlarda hammasi bolalar o'ynayveradigan hovli xudo xolasa qilinadi. Bu yerda alohida landshaft chizilgan va mana shu landshaft asosida hozir ishlar ketmoqda. Mana bu fasad qismi tugasa, keyin hovli qismiga o'tiladi. Yunusobodda bilasiz, hozir joy juda ham muammoli, lekin bizning maktabimizda mana shu ko'rib turgan juda katta hovliga ega bo'lgan maktabimiz bor. Bu yerdan tashqari bu tomonlarda ham alohida hovlilari borki, bolalar bemalol tanaffus vaqtlarida chiqib o'ynashlari va o'zlarini energiyalarini chiqarishlari mumkin. Xo'p, Yunusobod filialining hovlisi umumiy 34 sotug'dan iborat. Undan tashqari binoni o'zi 15 sotug'da qurilgan. U alohida, ya'ni ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, yarim gektar atrofidagi joydan tashkil topgan. 34 sotug'ni biz sport polyalari hamda bog'larni bu tomonda xudo xolasa qurish va qilish ishlari hozir olib borilyapti. Hamda bu tomonda sport polyasida futbol, hamda basketbol, voleybol, hamda jismoniy tarbiyada foydalaniladigan har xil anjomlar joylashgan bo'ladi. Bizda taekvondo, gimnastika hamda turli sport to'garaklari tashkil etiladi va farzandlarimiz bu yerda ayniqsa muhim nuqtasi bizda suzish uchun alohida havza, ya'ni basseyn tashkillashtirilmoqda. Bu -1 qavatimizda, pastki qavatimizda joylashgan. Ya'ni suzish, taekvondo, gimnastika va boshqa futbol, voleybol, basketbol, xullas stol tennisi, shunga o'xshash juda ko'p sport turlari bo'yicha alohida maydonlar tashkillashtiriladi. Bu o'quvchilarimizning sog'liqlari uchun juda ham muhim hisoblanadi. Chunki ular jismoniy tarbiya bilan doimiy shug'ullanishlari va o'zlarining energiyalarini doimiy chiqarib turishi bu sinfdagi o'zlashtirishiga juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Xo'p, Yunusobod filiali deyarli bitish arafasida turibdi. Mana pollari, patologlari bitgan. Hozir faqatgina xonalarga bo'lishimiz qolgan. Mana bu yorug', tabiiy yorug' bo'ladigan xonalarimiz o'quvchilarimiz uchun hamma sharoitlarga ega bo'ladi. Mana shu joyda sinf xonalari tashkil qilinadi. Biz nimaga bunaqa qildik? Sababi birinchi navbatda biz pola patologlarini va hamma kommunikatsiya narsalarini birinchi qilib olib, undan keyin xonalarni ko'taramiz. Nima uchunki, sinf xonalarida 20 tadan ko'p bo'lmagan o'quvchilarni joylashtirish uchun biz hamma sharoitlarni ixchamlashtirilgan holatda qilyapmiz. Ya'ni barcha qoidalar, standartlar va hamma kerakli narsalarni, ya'ni tabiiy yorug'lik va boshqa narsalarni hisobga olgan holatda mana shu yerda sinf xonalarni tashkil qilamiz. Biz maktabimizning sanuzilidamiz. Bu yerda farzandlarimiz uchun barcha qo'l yuvishi va
hojatxona uchun kerakli bo'ladigan barcha narsalar qilingan. Eng oxirgi rusumda va farzandlarimizni sog'lig'i va ularni sanitariya gigiyena qoidalariga to'liq amal qilingan holatda bu yer tashkil qilingan, to'liq talablarga javob beradi deya olamiz. Xo'p, biz Registon Yunusobod filialidamiz. Mana shu joyda, mana shu eshikdan bizani boshlang'ich sinf o'quvchilarimiz kirishadi. Bizda umumiy ikkita asosiy kirish joyi bor. Bu boshlang'ich sinflar uchun, yuqori sinflar uchun binoning narigi tomonida tashkil qilingan. Nima uchun bunaqa qilganmiz? Sababi boshlang'ich sinflarga alohida e'tibor beramiz. Chunki ular birinchidan yoshi kichikroq bo'lishadi, hamda ular mehrga, e'tiborga hali ko'proq talabgorroq bo'lishadi. Ya'ni ularni biz yoshiga qarab, ularni o'zlashtirishi va boshqa nuqtalariga qarab alohida e'tiborni beramiz. Mana shunaqa maktablarimiz 3 qismga bo'linadi o'zi. Ya'ni boshlang'ich maktab, o'rta maktab va yuqori maktab. Xuddi shu jumladan Yunusobodda ham shu qoida ishlaydi. O'shaning uchun kirish joylarini alohida qilganmiz. Mana shu joy bizning fayimiz. Hozirda bu yerda qabul jarayonlari boshlab bo'lingan. Ya'ni ko'plab ota-onalarimiz shartnomalarni imzolashni boshlashgan va biz jarayonda mana shu yuqorida biz ko'rgan va xudo xolis endi ko'radigan sinflarimiz va butun bir maktabni qurilishi haqida ham sizga batafsil ma'lumotni beramiz. U yerda, ya'ni keyin biz sizga ko'rsatadigan joylarimizda qanday bir maktab bo'ladi qurilish bitgandan keyin desangiz, mana shu joyda bir namuna sifatida ko'rishingiz mumkin. Ya'ni mana shu joyda mana shunaqangi sharoit xuddi mana shu qurilish davom etadigan joyimizda ham bundan-da yaxshiroq shaklda dizayn qilingan va bu amalga oshirilmoqda. Yaqin orada butun maktabimiz bitadi. Bitgandan so'ng biz ochilish tashkillashtiramiz va mana shu ochilish marosimiga barcha ota-onalarni taklif qilganimizda butun maktabimizni -1 qismidan to tepadagi keyinchalik hozir ko'ramiz biz aktiv zalimiz bor, u yerda sport zallarimiz bor. Bu Mansabdada joylashgan, butun Toshkentning eng chiroyli joylarini ko'ra oladigan qismda joylashgan. Hovlilarimiz va sport maydonlarimiz va mana shu Yunusobod uchun juda qiyin bo'ladigan yer masalasi bo'yicha bu yerda 50 sotuvdan oshiq joyda joylashgan juda yaxshi bir maktab tashkillashtiryapmiz. Ya'ni hovlini o'ziga 34-35 sotuq joy ajratilgan va bolalarimiz bemalol maza qilib bu yerda o'ynashadi, yutuq bir insonlar bo'lib yetishadi, xudo xolisa. Biz hozir Yunusobod filialining bir sinfxonasidamiz. Mana shu sinfxonasini biz hali keyin remont bo'ladigan joylarini ko'rsatganimizda siz xuddi mana shunaqa shakldagi bir sinfxonalarga aylanishini tasavvur qilishingiz mumkin. Xuddi mana shunaqa sinfxonasidan bu yerda 26 ta sinfxonasi va butun bir maktabimizda o'quvchilari bo'linib, ya'ni bir sinf 2 ga va 3 ga bo'linib o'qiydigan 18 ta sinfdan iborat bo'lgan bu maktabimizda 800 dan oshiq o'quvchi o'qiydi. Mana shu siz ko'rib turgan sinfxonasi bu kiyimlari uchun shkaflar, bu yerda narsalar uchun, ya'ni har bir o'quvchining narsalari turadigan alohida shkaflardan iborat. Mana shu sinfxonasi ixcham, qulay, har bir bola uchun yorug'lik deymizmi yoki havoni mo'tadilligi deymizmi yoki toza havoni kirishligi deymizmi, hamma narsasi mana shu joyda muhayyo qilingan. Ya'ni ta'lim olish uchun bir sinfxonasida agar 20 ta o'quvchi o'qiydigan bo'lsa, ularning barchasi uchun mana shu joyda sharoit qilingan. Ya'ni bu narsani nimada ko'ra olamiz? Mana bu interaktiv doskamiz. Ya'ni interaktiv doskadan biz juda ko'p foydalanamiz hozirgi zamonaviy dunyoda. Ya'ni mana bu esa bizning doskamiz. Bu sinf boshlang'ich sinflarga mo'ljallanganligi sababli mana shunaqangi doska qo'yganmiz, ya'ni mel bilan yoziladigan doska qo'yganmiz. Yuqori sinflarda esa markerli doskalardan iborat bo'ladi. Buni ochganda biz bu doskadan foydalanamiz va yopib bu doskadan foydalanishni boshlaymiz. Mana bu tomonga qaraydigan bo'lsak, bu yerda o'quvchilarimiz foydalanishi mumkin bo'lgan rakvinalar joylashgan, chunki boshlang'ich sinflarda albatta
juda ko'p har xil ranglar bilan, har xil plastilin, shunga o'xshash narsalar bilan ishlanganda qo'l albatta yuvilishi kerak bo'ladi va buning uchun bu standartda kiritilgan. Va albatta suv, har bir xonamizda suv bo'ladi. Nima uchun? Chunki bolajonlarimiz chanqagan vaqtlarida kelib bemalol o'zlari suv ichib, yana joylariga o'tirib olishadi. Nimaga? Chunki suv miyani yaxshi ishlashiga bir sababchi bo'ladi. Bizni har bir sinfxonamizda mana shunaqa boshlang'ich sinflarimizda rakvinalar joylashgan bo'ladi. Xo'p, doskamiz va bu tomonda o'qituvchi uchun sharoit qilingan va o'qituvchimiz mana shu joydan butun bir sinfni boshqaradi. Har bir sinfda kamera bor va har bir sinf xonasini biz nazorat qilamiz. Qanday nazorat qilamiz? Bizning metodistlarimiz mana shu kameralardan dars bo'ladigan jarayonni doimiy kuzatib borishadi va kerakli ko'rsatmalarni berishadi. Ya'ni sinf xonasiga kirib bezovta qilishmaydi. Mana shu kameralar orqali sinfda dars qanaqa bo'layotgani haqida ma'lumot olishadi va o'qituvchilarga o'zining ko'rsatmalarini berishadi. Ya'ni biz standart rejimdan ancha-muncha boshqacha ta'limda bir tizim yaratganmiz. Xuddi shundoq tarbiyada ham boshqacha bir yondashuvlarimiz bor. Bu haqida bizning maktablarimizda o'qiyotgan ota-onalar juda yaxshi bilishadi va Registon xususiy maktablarini ular bekorga tanlashmayapti. Ya'ni ta'lim bu biz uchun asosiy nuqtada, chunki maktabga ota-onalar farzandlarini ta'lim uchun berishadi, ya'ni yaxshi bilimli inson bo'lishsin deyishadi, lekin biz biladiganimiz faqatgina bilimni o'zi emas, ya'ni olim bo'lsa zo'r, lekin u insoniyligini yo'qotib qo'ymasligi kerak. Ya'ni tarbiyasi ham biz uchun muhim. O'shaning uchun ham bilim, ham tarbiyani bir nuqtada olib borib, mana shu joyda farzandlarni, ya'ni Yunusobod tumani uchun aytadigan bo'lsak, bu hududdagi ota-onalarga bir yaxshi bir sharoit, yaxshi bir muhit hamda zo'r bir maktab tashkillashtirishni niyat qilganmiz va mana shu yo'lda harakat qilyapmiz. Xususiy maktablar o'zining farzandlarini xavfsizligini ta'minlash bilan asosiy o'rinda turishadi. Ya'ni bizning xususiy maktabimiz ham xavfsizlikni ta'minlash, ya'ni farzandlarimizni har bir nuqtalarida, ya'ni bu koridorlarda, zinalarda, oshxonada, hovlida, xullas barcha joylarda harakatlanishlarini mana shu joyda bizning xavfsizlikni ta'minlaydigan insonlarimiz tomonidan kuzatiladi va har qanaqangi vaziyatda ular borib xavfsizlikni ta'minlash uchun shay turishadi. Farzandlarimiz agar telefonlar bilan keladigan bo'lsa, mana shu joyga telefonlarini topshirib, undan keyin darsga kirishadi va darsdan so'ng telefonlarini mana shu joydan olib ketishadi. Nimaga? Chunki telefonlardan foydalanish bu hozirgi kunda o'quvchilarning fikrini bo'ladi hamda o'zlashtirishiga o'zini ta'sirini o'tkazadi. O'shaning uchun bizning maktablarimizda, barcha maktablarimizda mana shu tizim joriy qilingan. Ya'ni telefonlar olib qolinadi va dars tugagandan keyin berib yuboriladi. Mana shu yuqorida turgan kameralar haqida o'ylashingiz mumkin. 3 ta kamera nimaga ketma-ketiga qo'yilgan? Yuqorida men aytdim, xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha alohida insonlar kamerada kuzatish olib borishsa, bu yuqoridagi kameralarimiz hozir biz zamonaviylashayapmiz. Har xil turniketlar davri o'tyapti va yuzdan tanish va yuzdan insonni kimligini aniqlash bir davriga yaqinlashyapmiz. Mana shu kameralar shu vazifani bajarishadi. Ya'ni xuddiki tasavvur uchun aytaman, aeroportlarda biz mana shunaqa kameralarni biz bilmaymiz, ko'rmaymiz, his qilmaymiz, lekin bizni o'sha kameralar oladi va bizni shaxsimizni aniqlaydi. Xuddi shunaqa bir dastur ishlaydi. Mana shu kameralar tepada bizni farzandlarimizni kelgani va darslarga kirishligini ular belgilab boradi va bir kunda nechta o'quvchi kelgani va kimlar kelmagani, ya'ni yo'qlama deyishadi. Mana shu narsani bu kameralar amalga oshirishadi va biz buni elektron shaklda doimiy kuzatib boramiz va shunga qarab kimlar kelmagan bo'lsa, ular bilan bog'lanamiz, sababini aniqlaymiz va ular bilan ishlaymiz. Registon xususiy maktablarining barchasida sig'imimiz, ya'ni o'quvchi sig'imi ko'proq bo'lishga harakat qilamiz. Nima uchun? Chunki shunga yarasha sharoit va imkoniyatlar yaratilishiga harakat qilinadi. Mana shu Yunusobod tumanida joylashgan filialimizda hozirda 900 ta o'quvchiga mo'ljallangan barcha sharoitlar
muhayyo qilinadi. Mana shu Yunusobod filialining har bir sinfida 24 tagacha o'quvchi joylasha oladi, lekin bu degani 24 ta bo'ladi degani emas. 20 ta bo'ladigan sinflarimiz va 18 ta bo'ladigan sinflarimiz ham bor. Bu nimasiga qarab? Bu sinflarga qarab, yuqori sinflar, boshlang'ich sinflar va o'zlashtirishi darajasiga qarab sinflarni biz taqsimlaymiz. Lekin ota-onalar uchun aytamizki, 24 tagacha bo'lgan o'quvchilar joylashadigan sinflar bu yerda tashkil qilingan va butun diqqat, e'tibor mana shu sinflarni sig'imi va ularda o'qiydigan o'quvchilarni o'zlashtirilishiga qaratiladi. Bu filialimizda biz alohida e'tibor bergan yana bir jihat bor, bu laboratoriyalar. Ya'ni fizika, kimyo, biologiya fanlaridan alohida laboratoriya xonalarini berganmiz hamda taekvondo hamda gimnastika bilan shug'ullanish uchun ham alohida xonalar ajratilgan. Ya'ni bu tomon, ya'ni bu jihatlar nima uchun kerak? Farzandlarimizni amaliy bilimlarini, hozirgi kunda zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllanishi uchun juda muhim hisoblanadi. Ya'ni laboratoriya jihatini aytadigan bo'lsak, mana kimyo, biologiya va fizikaga hozirgi kunda butun dunyoda e'tibor va qarash oshib rivojlanib boryapti. Ya'ni dunyo haqidagi farzandlarimizni qarashlarini, ya'ni dunyo qarashni kengaytirish hamda rivojlantirish maqsadida mana shu laboratoriyalar tashkil qilinmoqda. Lekin bu bizning bir texnik tomonga va tabiiy, ya'ni biologiya, kimyoga ixtisoslashganligimizdan emas. Bu laboratoriyalar bizning o'quvchilarimizni dunyo qarashini kengayishi hamda ularni dunyo haqidagi, tabiat haqidagi qarashlarini o'stirish uchun alohida e'tibor berilishini anglatadi. Yunusobod filialimizning pastki qavatida, ya'ni -1da bizning oshxonamiz joylashgan. Bu yerda 350-400 ta o'quvchi bir vaqtning o'zida ovqatlana oladi. Bizda 4 mahal ovqatlanish tashkil qilinadi. Ya'ni ertalab nonushta, ikkinchi nonushta, tushlik va ikkinchi tushlik beriladi. Bular o'z vaqtida va kerakli kaloriyalar bilan tashkil qilinadi. Nima uchun? Chunki farzandlarimizga bir vaqtning o'zida ovqatlanish, ya'ni energiya hamda havo, yorug'lik va juda ko'p tabiiy, ya'ni berilishi kerak bo'lgan va hisobga olinishi kerak bo'lgan juda ko'p jihatlar bor. Bularni ko'pchilik hisobga olmaydi, lekin bu juda muhim. Nimaga? Chunki farzandlarimiz mana shu juda ko'p faktorlarni birlashgan holatida yaxshi bilimlarni o'zlashtirishadi va ularni qo'shniqchada aytganda hazm qilishadi. Chunki bir vaqtning o'zida farzandlarimiz o'zlaridagi energiyalarni chiqarishi va o'sha vaqtda bilim olib o'zlashtirishi va yoshligini, ya'ni bolaligini bir xursandchilikda, yaxshi bir muhitda bir umr eslab qoladigan bir davrni boshidan kechirish kerak va buni biz Registonda tashkil qilamiz. Xo'p, biz koridorda turibmiz. Maktabimizning koridori xuddi mana shundoq bo'ladi. Ya'ni bu 2,5 metrdan ko'proq. Ya'ni bu joyda farzandlarimiz bemalol yurishi, harakat qilishi uchun qulay hisoblanadi. Hamda bu liftimiz. Bemalol liftdan yuqorida biz ko'ramiz, 5-qavatgacha chiqishimiz va u yerda sport zalimiz hamda aktiv, ya'ni faollar zali joylashgan. U yerda tadbirlarda, bayramlarda ishtirok etamiz va bizni ko'rayotgan ota-onalarimiz agar Xudo xolasa farzandlarini bizni maktabimizga joylashtirishsa, ular mana shu koridordan yurib kelishib, mana shu liftdan 5-qavatga ko'tarilishadi va u yerda bizning tadbirlarimizda qatnashishadi, Xudo xolasa. Mana shu bizning koridorlarimiz. Mana bu joydan agar birgina qarasak, kamerani ko'rsatsak bo'ladi. Ya'ni bu tomonda hozir remont ishlari ketyapti. Mana shu ko'rib turgan joyingiz xuddi mana shu shaklda bu tomonda ham qad rostlaydi. Mana bu biz hozir remont bo'lganligi sababli yopib qo'yganmiz va bu koridor oxirigacha xuddi shunaqa shaklda ketadi va biz bu joyda ham remont ishlari qanaqa shaklda ketayotganini ko'rib chiqamiz. Yunusobod filiali aytganimdek juda qaynoq nuqtada joylashgan. Mana ortimizda shundoq telebashnya ko'rinib turibdi. Biz esa 5-qavatda shundoq tom qismidamiz. Bu yer mansarda bo'lib baland 8 metrgacha
o'rtasi esa 10 metrgacha ko'tariladigan sport zali hamda tadbirlar, ya'ni faollar zali, mana shu aktivniy zal deyishadi, mana shu joyda joylashgan bo'ladi. Bu katta joyda baland qilib yopilgan va issiqligi va sovuqligi yetarli darajada qilingan joyda o'quvchilarimiz qishda sport bilan shug'ullanishadi hamda har xil tadbirlar bo'lganda esa ota-onalarimiz mana bu joyda faollar zalida turli tadbirlarda va bayramlarda o'tkazishadi. Mana shu joy butun bir Toshkentni eng markaziy joylarini kuzatish mumkin bo'lgan bir joyga aylanadi. Bu tomonda ham shundan ko'rsatib yuborilsa zo'r bo'lardi. Mana shu 5-qavatda u tomonda bitta, mana bu tomonda bitta, ikkita liftimiz bor. Ya'ni ota-onalarimiz tadbirlar vaqtida kelganda bemalol mana shu joyimizga kela olishlari mumkin. Bu yerda 270 o'rinli oynavand qilinadigan katta va baland tadbirlar zali joylashgan bo'ladi. Mana shu joyda biz bayramlarimizni, tadbirlarimizni va yaxshi kunlarimizni o'tkazamiz. Mana shunaqa bir manzarani ko'rib, kuzatib, faollar zalida chiroyli bayramlarimizni o'tkazamiz. Yunusoboddagi filialimizda qabul allaqachon boshlangan. Hozirda 50 ga yaqin ota-ona kelib bizni maktabimizni tanlashdi. Hozir joylar tobora kamayib bormoqda. Nimaga? Chunki birinchi yilda biz u qadar ko'p sinf ochmaganmiz. Imkon qadar tezroq kelib o'z joylaringizni egallashlaringizni so'raymiz. Xo'p, qabul qanaqa bo'ladi? Qabulga kelgan o'quvchi bilan avvalo psixologimiz suhbat qiladi va agar suhbatdan o'tadigan bo'lsa, nima uchun psixolog suhbat qiladi? Sababi bizning eng asosiy urg'u beradigan nuqtamiz bu bizning muhitimiz bo'ladi. Ya'ni bir sinfda 20 ta o'quvchi o'qiydigan bo'lsa, ularning hammasi axloqan, tarbiyasi jihatidan va bilimga intilishi jihatidan bir-biriga yaqinroq o'quvchilar bo'lishi kerak. O'shaning uchun biz psixolog suhbatidan o'tkazamiz, uning axloqini, tarbiyasini, psixologik tomondan qanaqa tarbiyalangan yoki psixologik jihatdan qanaqa bir darajadagi tipdagi deydi ularda o'zlarini tilida, mana shunaqa bola ekanligini birinchi aniqlaymiz va ularni sinflarga bo'layotganda bu narsalarni albatta hisobga olamiz. Xullas, psixolog suhbatidan o'tgandan so'ng bizda mana shunaqa elektron shaklda kompyuterda imtihon topshiradi. Bu imtihon nima uchun? Bu ham yuqorida aytganimizdek uning bilimini birlamchi sinash uchun. Nimaga bu narsa qilinadi? Biz sinflarga ajratgan vaqtimizda o'quvchimizni kelgan vaqtidagi bilimini aniq bilishimiz kerak va o'shanga mos sinf ajratib va unga mos o'zlashtirishini tashkil qilib berishimiz kerak. Nima uchun bu narsalar qilinadi? Hammasi tez va yaxshi o'zlashtira olishi uchun farzandlarimizni biz uning rakursidan yondashishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ommadan hammaga bir xilda yondashib, hammaga bir xilda qara olmaymiz. Chunki bizni o'quvchilarimiz turli maktablardan va turli o'quvchilari kelishadi va ularni biz to 1 yil, 2 yil davomida o'zimizga moslashtirishimiz, o'zimizni o'quvchilarimizdek ularni bir yuqori darajaga olib chiqa olishimiz uchun bizdan juda katta kuch, energiya talab qilinadi. Xuddi shulardan bittasi mana shu joyda imtihon topshirishi va imtihon natijasiga ko'ra biz ularni sinflarga ajratishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, yuqori sinflarimizda, deylik 8-9-sinflarimizda biz matematikasi va ingliz tilisini tekshiramiz va ularni lozim bo'lsa 5-6-sinfdan boshlaymiz. Nimaga? Chunki ularni darajasi agar 5-6-sinfdan bo'lsa, biz 9-sinfdan ularni boshlab ketsak, ular orqa, ya'ni hali 5-6-7-sinflarda o'zlashtirmagan bo'lsa, biz birdan 8-sinfdan boshlab ketsak, ular tabiiyki o'zlashtira olmaydi. O'shaning uchun biz mana shu joyda imtihon natijalariga qarab ularni darajalarga ajratamiz va mana shu darajalarga qarab o'qitamiz, o'rgatamiz. Bu esa ularni o'zlashtirishiga juda yaxshi ta'sir qiladi. Yunusobod tumanida yashovchi barcha Registon ta'lim loyihasining muxlislari hamda Registon ta'lim loyihasi, ya'ni maktablarida o'z farzandlarini o'qitmoqchi bo'lgan insonlarga biz hozir butun maktabimiz haqida to'liq ma'lumotni bera olmadik. Nimaga? Chunki qurilish ishlari davom etmoqda. Juda tezda, uzog'i 1 oy oralig'ida bizning maktabimiz to'liq bitadi
va biz ochiq eshiklar kunini doimiy o'tkazib va ochilish marosimini tashkil qilamiz. Mana shu vaqt oralig'ida siz bizning maktabimizga kelib, o'zingizni joyingizni egallashingiz kerak bo'ladi. Yuqorida men aytganimdek, maktabimiz birinchi yil uchun juda kam sinflarni tashkil qilgan. O'z joyingizni tezda egallamasangiz, bilasiz, Yunusobodda juda yaxshi maktablar va juda yaxshi ta'limga qiziquvchi insonlar bor va ular bizning maktabimizni kelishini yillar davomida kutayotgan va bizdan so'raganlar bor. Siz o'z joyingizni egallamasangiz, ular tezda buni to'ldirib qo'yishi mumkin. Hammaga rahmat, yaxshilikda ko'rishguncha.